Ooh, I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you when I let you. Assalomu alaykum hammaga YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan Soqqa qani YouTube kanali bo'lmoqda. Do'stlar, bugungi videoroligimizda biz yana bir ajoyib dastur deb aytsak ham bo'ladi. Dastur orqali pul ishlashni o'rgataman do'stlar. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Ko'rib turibsizlar, o'zi bitta kanalga video joylashtirildi. O'zi bir kun o'tdi, 8 ta prosmotr. Bu yaxshi natija. Shortlarimiz ham o'zi past 60 ta odam ko'ryapti. Bu degan video odamlarga yoqyapti. Men bundan xursandman. O'zi ikkita podpiska keldi, lekin bu juda ham kam. Iloji bo'lsa podpiska bosib qo'yishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Kanal rivoji uchun menga motivatsiya ham bo'lar edi. Bo'lmasa ko'p gapirib o'tirmay videorolikni boshlaymiz. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan dastur, ya'ni nima uchun dastur dedim, bu bot emas aslida, bu dastur deyiladi. Jamiki mana shunaqa botlar klik orqali pul topiladigan botlar hech qaysi bot deyilmaydi. Bot ichidagi dastur hisoblanadi, shuning uchun dastur dedim. Kiramiz. Mana ko'rib turibsizlar, shunga kirganingizda sizlarda mana shunaqa oyna ochiladi. Bu yerda ko'rib turibsizlar, menda hozirda 0 ta o'zini nimasi, tillasi claim qilib olamiz. Birinchi 2,5 mingta 5 sekundlik reklama. Bular o'ylamaylik hech qanaqa kliknik, listing kutilishi kerak bo'ladigan botlardan emas. Bular hammasi sirazi bo'ladi. Sirazi pul ishlab, sirazi chiqarib olishimiz mumkin. Bu yerda hozir biz birinchi o'rinda qanday qilib pul ishlaymiz? Men pastda ko'rib turibsizlar, game task degan joy bor. Launch game in the xullas nimadir. 5 mingtadan berilyapti, ko'rib turibsizlar. Buni open qilamiz. Ya'ni botlarga podpiska bo'lishimiz uchun bizga pul to'lab beradi. Ko'rdinglarmi, hozir bitta botiga obuna bo'lib keldim. Nima uchun ko'rsatmadim? Chunki ko'rsatsam reklama bo'lib qolardi. O'sha ikkinchi botiga ham hozir obuna bo'laman. Va ko'rib turibsizlar, o'zi ikkinchi botiga ham obuna bo'ldim. Menda hozir 12500 ta tanga yig'ildi. Bu birinchi yo'li edi. Bu yerda pul ishlashda yana bitta zo'r usuli bor. Ya'ni birinchi turibdi, ko'rib turganinglardek, Wheel of Fortune degani bor. Play deb bo'lsak, ko'rib turibsizlar, bu yerda bizga spin beradi. Ya'ni qanaqa spin? Ichida tonla bor, goldla bor, juda ham katta miqdorda beriladi. Goldni ham, tonni ham katta miqdor. Ya'ni hozir 0,1 ton ko'rsatilgan ekan, hozir to'xtanglar, kirib ko'rsataman. 0,1 ton bu degani hozir ko'rsataman, 0,1 ton hozirda 26 rubl, ya'ni 26 rubl где-то bir 3000-4000 bo'lib qoladi. Ya'ni bitta spin orqali 3000-4000 pul ishlab olishimiz mumkin. Bu yerda mana shunaqa usuli ham bor, yana boshqa usullari ham bor pul ishlashda. Eng gilamli usuli mana shu pastdagi zadanlarni bajarib chiqishimiz kerak. Zadanlar juda ham ko'p beriladi. Mana promo kod ham bor. Agar promo kod chiqib qolsa, Telegram kanalimga tashlayman, kirib bemalol promo koddan foydalanishingiz mumkin. Quest degan joyi bu. Bu yerda eng zo'r joyi shu quest deb hisoblanadi. Ya'ni masalan qaranglar, hozir complete 10 ta gamni tugatinglar deyapman. Mana bu yerdagi tasklarda, mana ko'rib turibsizlar. Har biridan 2,5 mingtadan beradigan 5 mingtadan beradigan tasklar bor. Mana shundan 10 tasini bajarsak, mana qaranglar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana shuni polni bajarsak, mana bu questdan 25 mingta tanga beradi. Ya'ni tillasidan beradi. Komplekt 100 ta task deyapti. Agar 100 ta task bajarsak, o'sha bizga 250 mingta beradi. Komplekt 1000 ta gam deyapti. Agar 1000 ta game biza bajarsak, o'zi 2,5 million ta beradi. With 10 ta short link. Va short ko'riladigani ham bu 10 ta ko'rsak, 2,5 million. Bu yerdan xullas tasklar bajarib ham normal pul ishlab olsak bo'ladi. O'zi bu yerdan 2,5 million ta, 2,5 million ta, где-то 6 million talar shu yerdan ishlab olsak bo'ladi. Endi bu tasklarni tugatish uchun где-то 1-2 kun ketadi. 1-2 kun ichida 5-6 million ta shu yerda o'zidan ishlab olsak bo'ladi. Bu yerdan ham 1 million ta ishlab olsak bo'ladi. Ya'ni earningda где-то 7 million ta bo'lar ekan. Endi 7 million tani biz hisoblab ko'ramiz. Bu yerda ko'rib turibsizlar, 12 mingtasi 0,013 ton bu hisoblanyapti. Ya'ni agar hozir bizda bu yerda 3 ta 0 qo'ysak 12 million deb ketadi. 3 ta 0 qo'ysak 1 2 3. Где-то уже 1-2 ton ishlab olishimiz mumkin bo'lar ekan bemalol. Ko'rib turganinglarda shu yerdan hisoblanadi. Bu yerda kalkulyator bor ekan. Men o'zim hisoblab ko'rmoqchi edim. Kalkulyator bo'lganligi uchun hisoblamayman. Endi bu yerdan pul chiqarib olishimiz uchun nima qilishimiz kerak? To'xtanglar, pul chiqarib olishdan oldin men hozir mashidagi
tasklarni и quizlarni bajarib ko'raman. Ya'ni hozirda o'ziga gidita mana vaqtni ko'ryapsizlar. Hozir soat 12:35 da. Men shunday hamma quiz tasklarni bajarishga harakat qilaman. Bajarganimcha bajaraman. Keyin qancha bo'lganini ko'ramiz. Hamma tasklar bajarib chiqdim. Mana ko'rib turibsizlar, shu 10 ta taskni bajardim. Men quizdan birinchidagini oldim. Obshi почти 88 minutda bo'ldi 5 taskga. Meni vizraf bo'limiga o'tadigan bo'lsak, уже 0.88 tonna yig'ildi. Ko'rib turibsizlar, bu yerda pul topish juda ham oson. Bu yerda tasklar bor yana ko'pi. Men hammasini bajarib o'tirmadim, shunchaki misol uchun bitta ikkitasini bajardim. Ya'ni shu 10 ta taskni quizni bajarib qo'ydim. Qolganlarini ham bajarishingiz mumkin. Ko'rib turibsizlar, bitta invite, ya'ni bitta friend o'rtog'inglar chaqirsanglar, bitta 2,5 minutda shu zolotasidan beradi. Endi bu yerda pul topishning eng zo'r usulini o'rgataman sizlarga. Bu sxema, buni oxirida tushuntirishim kerak edi. Ya'ni friend bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar, har bir do'stinglarni chaqirsanglar, ular ishlagan pulidan sizlarga 100% beriladi. Mana ko'rib turibsizlar, mana bu 100% bor. Ya'ni qanaqa, mana do'stinglar keladi, mana shu bo'limga keladi, erin bo'limidan Luboy bitta zadaniya ham bajaraman. Masalan, mana bu yerda 2,5 minutlik bitta do'stni chaqirdi deb hisoblaylik. 2,5 minut ham sizlarga ham 2,5 minut bonus beriladi. Bu do'stlarga hech qanaqa bu balansdan olmaydi. Bu o'zini bonus sifatida beriladi task uchun. Mana shu friend bo'limidan kirib, bemalol chaqirishingiz mumkin. Bu yerda hammasi ko'rinib turadi. Sizlar aytishingiz mumkin, menda kanal yo'q, hech narsa yo'q, qayerdan men do'st chaqiraman deb. Birinchi o'rinda sizlar kontaktinglardagi hamma o'rtog'inglarga bu linkda tashlab chiqasizlar. Kamida bir 10 ta 15 tasi kiradi. Bu 100% pul ishlashga harakat qiladi. Ular ichidan pul topishingiz mumkin. Eng zo'r usulni hozir o'rgataman sizlarga. Ya'ni sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim bu Aviso sayti hisoblanadi. Bu saytni juda ham ko'pchilik biladi. Bu qanaqa saytligini. Bu oddiy surfing saytlariga o'tirib, bo'lmasa zadaniya bajarib, pul ishlanadigan sayt hisoblanadi. Bu yerda ham pul ishlasak bo'ladi, lekin men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan sposobim shu yer orqali boyaga ko'rsatgan botimdan referral yig'ishni o'rgataman. Ya'ni qanaqa? Birinchi o'rinda biz bu saytda registratsiyadan o'tib olamiz. Registratsiyadan o'tish juda ham oson. Mana birinchi bo'limiga login yozamiz, ikkinchi bo'limiga emailimizni yozamiz va uchinchi bo'limiga parol yozib, pastdagi ya'ni chilavikda bosib registratsiyadan o'tib olishimiz kerak. Hozir men registratsiyadan o'tib olaman. Mana ko'rib turibsizlar, registratsiyadan o'tib olganimizdan keyin bizga mana shunaqa okno ochiladi. Bu yerda biz qanaqa qilib pul ishlashimiz mumkin. Mana ko'rib turibsizlar, zadaniya degan joyi bor. Zadaniyada mana har xil zadaniyalar bor. 1 rubllik, 150 rubllik, 5 rubllik, har xil 1000 rubllikgacha zadaniya bor. Bu yerda surfing bo'limi bor. Surfing bo'limida shunchaki saytga o'tirish orqali mana shu summalarni ishlashimiz mumkin. Bu yerda menga eng yoqadigani, sizlarga ham shuni taklif etaman. Bu yerda YouTube bilan VK bor. Ya'ni YouTube kanalga obuna bo'lish, mana podpiska degan joyga kirsak, obuna bo'lishga 0.28, VK da ham obuna bo'lish bor. Va shu yerlardan pul ishlab olishimiz mumkin va ishlagan pulimizni reklamli shotga o'tkazib olamiz. Hozirda men endi ko'rib turibsizlar, reklamnida ham bunda ham pul yo'q. Shuning uchun men hozir unga o'tkazib ko'rsatmayman, lekin o'tkazish juda ham oson. Bu bitta основной shot ustiga bosganimizdan keyin viviste bo'limiga mana qancha pulimiz bo'lsa yozamiz. Ну, где-то, например, 100 rubl pul ishlasak, reklamli shotga bitta bossak, o'zi o'tkazib beradi. Mana ko'rib turibsizlar, menda hozir yo'qligi uchun o'tkazib bermadi. O'tkazganingizdan keyin reklamli shotinglarga pastga mana reklama datili degan joyi bor. Bu yerda razmestить reklama deganiga kiramiz. Bu yerda ko'rib turibsizlar, biz xohlaganimizcha reklama berishimiz mumkin. Bu yerda biz zadaniyani bosamiz. Mana birinchi turibdi zadaniya. Zagolovok zadaniya. Bu yerda o'zbekcha qilsanglar, o'zingizga ham qulay bo'ladi. O'zbekcha qilishni hamma biladi. Bu yerda zadaniyamizni yozamiz. Faqat ruschada yozishimiz kerak. Shunaqa botga kirasizlar va botni aktivlashtirasizlar va 2-3 ta zadaniyani bajarasizlar deb yozib qo'yasizlar. Bu yerga kategoriya zadaniya degan joyi bor. Kategoriya zadaniyadan biz o'zimizga keraklisini tanlab qo'yamiz. Mana Telegram tanlaymiz. Способ проверки задания degani ручная проверка bor. Ko'rib turibsizlar, ручная проверка bor. Avtomatik проверка bor. Bu yerda xohlaganingizlarni o'zingizlar belgilaysizlar. Ручная bu har bittasini tekshirishingiz kerak o'zingizlar. Описание задания. Bu yerda zadaniyaga описание yozishingiz mumkin. Bu yerda hozir eng kerakli joy bizga URL sayti. Bu yerga o'sha botni biz referalimizni yozishimiz kerak. Ya'ni birinchi bo'limiga URL sayti оплата исполнительная deganiga har bitta bajargan vazifaga necha puldan beriladi. Agar misol uchun 100 rubl pulinglar bo'lsa, 1 rubldan berishingiz mumkin. Biz avtomatik o'sha bu yerda 1 rubl turibdi. Auditoriya исполнителя degan joyiga
Bu yerga hech narsani bosishinglar ham shart emas. Kerakli joyi o'cha qiziqamiz. Men hozir ham faqatgina sizlarga kerakli joylarni ko'rsatib o'taman. Bu yerda maksimalniy srok выполнения degan joy bor. Bu misol uchun bitta zadaniyani boshlagandan keyin necha minutda qilib bo'lish kerak degan. Bu yerda eng kam 30 minut, shu 30 minut tanlab qo'yasizlar. Mana shu yerdagi pastdagilar o'zi o'zbekcha qilganlardan keyin hammasini tushunishinglar oson, bitta-bitta tushuntirib o'tirmay video cho'zilib ketishi mumkin. Xullas, mana shular hammasini qo'yib bo'lgandan keyin sajda tugmachasini bossak, uje zadaniyamizni qilishni boshlaydi va gidita 1 soatlarda bemalol xohlagancha referat to'plab olishimiz mumkin. Endi tasavvur qilib ko'ringlar, agar 100 ta referalinglardan kamida bir 50% botga kirgandan keyin o'zi ham ishlab ketishda boshlaydi. Hamma zadaniyalar to'liq qilib chiqadi. Yo bo'lmasa o'zingizlar berganingizda ikkita emas, gidita bir 10 tasini bajaringlar desanglar, mana shudagi hamma polniy yerning bo'limiga kirib ko'rishimiz mumkin. Hozir 5 minutdan bo'ladigan bo'lsa 10 tasini bajarsa 50 minut. Har bittasidan sizlarga 50 minut kelyapti. Ya'ni bittasidan 50 minut kelgandan keyin bu 100 tasi uje hisoblab ko'rishingiz mumkin. Nechta bo'ladi? 5 millionta. 5 millionta bemalol mana vizra bo'limiga minimum 5 millionta chiqarishingiz mumkin. 5 millionta summa yig'ilgandan keyin bemalol chiqarib olishingiz mumkin. Bu yerda ozroq vaqt ketadi, lekin vaqt ketgandan keyin bu dakansa sizlarga ishlab yuraveradi. Bu bir marta bu ishlab keyin to'xtab qolmaydi. Bu yerda chunki har kun zadaniyalar chiqishda yangi zadaniyalar chiqadi, yangi tasvirlar chiqadi. Reytinglardan ham sizlarda ba'zi bonus berib turadi. Mazza qilib pul ishlashingiz mumkin. Bu yerda men ko'rsatgan hamma narsa sarmoyasi hisoblanadi, ko'rib turganinglardek. Va xullas shu bilan videorolikni tugataman. Sizlarga hamma narsasini tushuntirib bergan bo'lsam xursandman. Agar ba'zi bir joylariga tushunmay qolgan bo'lsangiz, bemalol Telegram kanalimga kirsanglar, men o'zim lichkam bor. Bemalol yozib, mendan so'rasanglar, o'zim sizlarga yordam beraman. Va do'stlar, hozirda kanalda konkurs ketyapti. Ya'ni qanaqa? Hozir videoni ko'rib turibsizlar. Mana shu videoni ko'rib bo'lganinglardan keyin shunchaki videoga bittagina kommentariy yozib qo'yishinglar kerak. Ya'ni bitta like bilan podpiska bosmasanglar u hisoblanmaydi. Shunchaki kirasizlar, любой kommentariy yozasizlar, bittami, ikkitami xohlagancha kommentariy yozasizlar. Randomli men buni tanlab 50 rubl xohlasa payeriga, xohlasa so'mda kartasiga tashlab beraman. Ya'ni 5000 bo'ladimi? 5000, 6000 bo'lsa kerak, desam 50 rubl tashlab beraman. Shuning uchun kiringlar, bitta podpiska, bitta like, kommentariy любой so'zinglar yozib qo'ysanglar. Pul olishingiz mumkin. Bu yerda kamida 20 ta kommentariy bo'lishi kerak. Agar 20 ta kommentariy bo'lmasa, bu hisoblanmaydi. Va 24 soatdan keyin yangi video chiqayotgan paytda men videoni olish jarayonida kirib, randomli tekshirib, pullarni tashlab beraman momentalniy. Xullas do'stlar, bugungi videorolikimiz shundan iborat edi. Videorolik sizlarga yoqqan bo'lsa va foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, tushunmagan joylaringizni kommentariyga yozib qo'yishingizni iltimos qilaman. Podpiskalar bizga juda ham muhim, chunki sizlar qancha bizga podдержка qilsanglar, bizlar ham shuncha yaxshi videorolik chiqarishda davom etamiz. Sizlar bilan Soqqani kanal bo'ldi, bizdan uzoqlashmang.